3 xonali, yangi remontli, mebel texnikali uy sizga taklif etmoqchiman. Judayam qulay narxda. Manzilimiz Yunusobod 6-kvartal, yo'lli yuzi, Amerikanskiy posolstvo bu yoq tarafimiz, Afraganskiy universitetimiz bu yoq tarafimiz. Bu uyimiz bizada Novostroykada joylashgan 4-qavatida 16 qavatli binomizda. JK Diplomat kompaniya Xonsaroydan qurilgan bu domimiz. Полностью заселенный, hujjatlari notariusga tayyor. 100 kvadrat, uy ichi 72 kvadrat, terrasamiz bizada 28 kvadrat metr. Uy egalari shu uyga 110 ming $110,000 so'rashyapti. Har doimda kelishiladigan joylari bor. Ma'lumot uchun telefon raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqamiz, birgalikda uyimizni ko'ramiz. Qarang, asosiy podyezdan kirish eshigimiz, teplый pollarimiz bor. Prixожий mebelimiz yasatilgan. O'ng tarafga kiradigan bo'lsa, bizda birinchi zalimiz bo'ladi. Zalimizda mягкий mebel, konditsioner, televizor. Shu zaldan G-образный katta 28 kvadratli terrasaga chiqish eshigimiz ham mavjud. Bu yoq tarafimiz dekoratsiya, oyna o'ziliga qarab chiqib yurasizlar, fonga juda ham chiroyli tushgan. Bu yog'imiz esa bizda ikkinchi xonamiz. Bu xonamiz bizda o'sha детский qilib foydalanadigan joy. Shu детский eshikdan ham terrasaga chiqsangiz bo'ladi. Hammom, tualet, hojatxona hammasi alohida. Bu yog'imiz bizda hammom kir mashinalari tayyor o'rnatilgan, chiroyli sifatli kafellar taqilgan. Xo'p, chap tarafimiz bizda spalni, 3-xonamiz. Bu spalnidan ham terrasa balkonga chiqsangiz bo'ladi. Infrastruktura lokatsiyalari zo'r. Va bu yog'imizda esa bizda hojatxonamiz joylashgan. Xo'p, shu koridordan yurib kelganimizda biz oshxonaga kiramiz, o'tirib ovqatlansangiz bo'ladi. Xolodilniklarimiz bor. Встроенный кухонный garnitur, gaz plita, suv, hamma narsa ishlaydigan tayyor holatda qo'yilgan. 110 ming $100,000 albatta kelishiladi, aloqaga chiqaverasiz. Sizlarga rahmat.